Bizlerde Özbek halkına hiç narsa yarashmaydi bor-ku. Ko'rdingizlarmi? Men bugun sizlarga nima deyapman? Bir tozalik degan narsa yo'q-da bizlarda bir. Bu yoqqa qarab o'tirish, üst-üstüne yana chimishgan chaqib ketaverganlar-da. Qaranglar, kimdir shu yerda bir odamlar chiqib, kechda chiqib dam olsin, foydalansin shu yerda o'tirib, qozonda chiqib, shu yerda bir mashq qilib, zanimatsiya qilsin deb uzatib qo'yibdi-da. Lekin shu narsani qadrina yetmay turibsizlar, hurmatli, shu yerda domda yashovchi fuqarolar, kim bo'lsa ham. Qaranglar, oqshom mana yerda taxtasi turibdi, yo'q. Nima kerak bo'lgan ekan? Kimgadir kerak o'xshaydi shu narsa. Boltini yozdirib olibdi-da yanada. Nima kerak bo'lgan bo'lishi mumkin shu taxta? Aytsa berib beraman, uyda bir taxta yotibdi. Eng achinarlisi, mana chimishgani qaranglarda. Oqshom shu yerda ulug' olan xotinlar chimishga chaqib o'tirdi. Yonina kelib aytchaq bo'ldimman. Ko'nglina kelar dedim-da. Aytishlaringiz mumkin, bu yerda musor idish yo'q-ku deyishlaringiz mumkin. Endi musor idish bo'lish shart emas-ku. Buni paketga solib o'zingiz bir musorga tashlab ketsangiz ham bo'ladi-ku. To'g'ri, lekin bu yerga musor idish qo'yish kerak. Qarang ahvolda. Hamma musor chiqib yotdi. Oyoqdan chaqib, axir kimdir bu yerga gazon tashlab qo'yibdi, bolalar o'ynasin bu yerda bir o'tirib, usti chang bo'lmasin deb. Voy xudoyim, qachon rivojlanamiz ekan biz, ha? Shu ketaveramizmi shu borishda? Mana ko'rib turibsizlarmi? Xorazm viloyatining Yangibozor tumanidaman. 02 oldinda korpuslarga yaqin yerda. Mana yerda ko'rib turibsizlar. Bolalar o'ynaydigan maydonchasi bor, maydonchani sharmandasini chiqarib tashlaganlar. Nima deymiz endi? Bolalar ish bo'pti. Shuning uchun endi aytib o'tib boshqa bu narsani takrorlamanglar o'rtoqlar. Iltimos, ham talabim, bu yerda sal porядка etib qo'yinglar, bu yerda o'tirgan vaqtda. Buni tashqaridan kelib qilmaydilar, shu o'zlari shu yaqin odamlar qiladi buni. Siradan Leningraddan, Yabram Sovxozdan kelib chimishga chaqib ketmaydi buni. O'zi-o'zidan qilib o'tiribsan hammasini. Agar bunaga musor idish tashkillashtiradigan bo'lsa, qo'yiq mana chiqarishib. Bo'lmasa aytinglar musor idoraga. Qo'yib beradi shu yerga. Lekin buni musor etib tashlamanglar, bu sharmanda ertaga boshqa yerdan bir odam kelib ustingizdan kuladi-ku bu. Cho'ta bardak deydi. Bo'lmaydi, jo'ralar, yaxshi ish etmaslar. E'tiborli bo'linglar, musor etmanglar, jo'ralar. Hammamiz shu yerda farzandimiz o'ynaydi, bola chaqamiz o'ynaydi. Ulug' olan xotinni ishiydi, oqshom aytchayim shu qizlarga. Shu xotinlarga-da. Aypa, uyalmaysizmi? O't chaqib yerga chaqib o'tirganingizda qarang. Shu narsa yaxshimi deyjaydan keyin ko'nglimdan kelar dedim-da. To'g'risini qilsam ham uni bir yoniga kelib bir adashini aytmaga-da. Shunday gaplar, hurmatli do'stlar, sizlar bilan men Ilyo Qurbonboyev bo'ldi. Kanalimga podpisatsiya bo'lish yoddan chiqmasin. Sog' bo'linglar.